Assalomu alaykum. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish institutida hafta davomida amalga oshirilgan ishlar bilan haftalik dayjest orqali tanishamiz. Institutimizda malaka oshirayotgan 100 soatlik malaka oshirish kurslari tinglovchilari uchun test sinovlari bo'lib o'tdi. Test jarayonlari boshlanishidan avval institut rektori hamda o'quv ishlari bo'yicha prorektor, shuningdek bir qator mas'ul xodimlar ishtirokida sinovlarga tayyorgarlik holati ko'zdan kechirildi. Kiber jinoyatlar, ularni oldini olish bo'yicha soha mutaxassislari tomonidan zaruriy tavsiyalarni jamlagan intervyu oldi. Suhbatimiz aynan kiber xavfsizlik va kiber jinoyatlar haqida bo'lib o'tarkan, keling bizga avvalo bugun qanday kiber jinoyatlar bo'lib o'tmoqda, qaysi turlari avj olmoqda, shular haqida aytib bersangiz. Tinglovchilar uchun kitob yarmarkasi tashkil etildi. Bunday kitob yarmarkalarini o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad tinglovchilar o'rtasida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, ularning kitobga bo'lgan qiziqishlarini oshirish. Qolaversa, tinglovchilarga qulaylik yaratish maqsadida har hafta shu kabi kitob yarmarkalari tashkil etiladi. Doktorantlar uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan ilmiy seminar bo'lib o'tdi. Toshkent viloyati pedagogik mahorat markazi, Istanbul Aydin universiteti hamda institutimiz hamkorligida Toshkent viloyatining maktabgacha ta'lim tashkilotlari tayanch mentorlari uchun erta bolalik davrida intellekt rivojlanishi va iqtidorli bolalarni aniqlash mavzusidagi seminar trening tashkil etildi. Mazkur seminar treningni institutimiz rektori, pedagogik fanlar doktori, professor Nafisa Abdullayeva ochib berib, erta bolalik davrida intellektual rivojlanishni ta'minlash hamda iqtidorli bolalarni aniqlash masalalarining bugungi kundagi dolzarbligiga alohida to'xtalib o'tdi. Menejerlik kursi tinglovchilar uchun imtihon oldi feedbacklar berildi. Adaptatsiyasi bilan bog'liq bo'lgan murojaatlar bo'lishi uchun bola nimaga bosa yig'layapti? Murojaatlarni tahlil qilish orqali samaraga erishishyapti. Menejerlik kursi tinglovchilari uchun yakuniy sinovlar amaliy topshiriqlar jarayoni bo'lib o'tdi. Jarayonlar kamera nazorati ostida shaffoflik tamoyillari asosida bo'lib o'tdi. Bolalarning rivojini ko'rsatish Institutimizda hafta davomida amalga oshirilgan ishlar hozircha shular. Bizdan uzoqlashmang.